Bismillah, assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Revit dasturi bo'yicha o'tayotgan darslarimiz 3-qismi bo'ladi. Hop, sizlar bilan biz 3-darsga yetib keldik. Hop, ushbu dars judayam muhim. Shuning uchun yaxshiroq e'tibor berib ko'rishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki Revit'da eng ko'p ishlatiladigan oynalar ikkita bo'lsa, biz o'sha ikkitasini bugun ko'rib chiqamiz. Ya'ni, aytaylik, biz insonga eng kerakli organ qo'l-oyoq bo'lsa, Revit'ni qo'l-oyog'i bilan tanishtirib chiqaman bugun sizlarni. Shuning uchun e'tibor bilan darsni ko'ringlar. Hop, bugun nimalarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan? Bugun dispetcher proyekti nimaligini ko'rib chiqamiz. Svoystva oynasi bilan, ya'ni xususiyatlar oynasi bilan tanishib chiqamiz. Qaysi bo'limlarni biz ko'proq ishlatamiz, shularni sizlar bilan ko'rib chiqamiz va ilk marta devor, oyna va eshiklar chizib ko'ramiz. Ya'ni amaliyotda ham o'rganayotgan narsalarimizni qo'llab, devor chizib, oynalar qo'yib, eshik qo'yib ko'ramiz. Xo'p, endi qarang, hozir Revitga kirib olishim kerak. Mana, Revitga kirib, boshidan ko'rsangiz, sozdать qilib turib, shablon bo'yicha OK qilib, yangi proyekt ocha olishimiz kerak bo'ladi. Hop, yangi proyekt ochganimizda bizda mana начальный vid turibdi. Bu bizga kerak emas. Mana начальный vid turibdi-ku. Mana bu yerda nima ochilgan bo'lsa shuni ko'rsatadi. Bu начальный vid kerak emas bizga. Hop, endi qaranglar. Mana bu nima ochilganini ko'rsatadigan joy ekan. Qaysi oynani ochsangiz shu ko'rinar ekan. Endi qarang, chap tomonda свойства, ya'ni xususiyatlar oynasi turibdi. O'ng tomonda dispetcher proyekti turibdi, to'g'rimi? O'zi dispetcher proyekti nima desangiz, dispetcher proyekti bizni shu Revit dasturimiz ichida nimaiki bo'lsa, shu dispetcher proyektidan topiladi. Misol uchun bu xarita desak ham bo'ladi. Ya'ni, dispetcher proyektidan biz o'sha o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni bemalol topib olamiz. Hop, nima uchun bu bo'lim-bo'lim qilingan? Misol uchun mana vidlar, legenda nimaligini keyin ko'rib chiqamiz, ведомостьni keyin ko'ramiz, listlar, семейство bu sizlar bilan aytgandek, biz Revitda agar mashina yig'sak, семейство bu mashina zapchastlari deyardik, to'g'rimi? Семейство shu bizni misol uchun uyga ishlatadigan oyna, eshik, mebel, har xil narsalar shu семействоda yasaladi. Ya'ni bu model. Hop, shuni ichida turadi. Bu gruppa ham bularni keyin ko'rib chiqamiz. Hozir bular kerak emas. Biz endi boshlang'ich darajadamiz. Hop, nima uchun mana plyus qilib qo'yishgan. Mana buni ochsangiz, buni ichidagi narsalar mana kelib chiqadi. Hop, endi qarang. Mana dispetcher proyekti yo'q bo'lsa qanaqa bo'ladi? Misol uchun mana uyingizda agar dispetcher proyektingiz yo'q bo'lsa, tasavvur qiling, Revit xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Hamma narsa chalkashib ketgan, to'ntarilib ketgan, antar-to'ntar bo'lib ketgan bo'lar edi. Xuddi shunaqa bo'lmasligi uchun, biz topishimiz oson bo'lishi uchun mana bu yerda mana семействоni семейство alohida qilib qo'yilgan. Ochsangiz, buni ichida ham yana shunaqa bo'limlar bor. Buni ochsangiz yana chiqadi. Umuman olganda hamma yoq tartib bilan turadi. Siz topishingiz osonroq bo'ladi. Mana bu yerda poyeskga ham topsa bo'ladi. Misol uchun, biz bu yerda devor chizib bo'ldik deylik. Endi bizga qanaqadir oyna kerak. Endi okna deb yozsak bu joyga, okna deb yozsak, mana bu yerda oknalar chiqyapti, ko'ryapsizlarmi? Xuddi shunaqa dispetcher proyektda bizni Revit faylimiz ichidagi bor narsalarni tartib bilan ko'rsatib qo'yadi. Tartib bilan jamlab qo'ygan. Masalan, mana dispetcher proyektda bor bo'lsa qanaqa bo'ladi, yo'q bo'lsa qanaqa bo'ladi mana. Yo'q bo'lsa unaqa betartib bo'ladi, bor bo'lsa kitoblar alohida, misol uchun семействоlar bo'lsa alohida turadi. Shtat kelib olasiz, ishlatib ketaverasiz. Listlar alohida turadi. Misol uchun, shunaqa, xuddi shunaqa bizga Revit faylimiz ichidagi judayam ko'p narsalarni mana bunaqa 5-6 ta narsalarga bo'lib, bularni ichida yana qo'shimchalari bor, keyin ko'rib chiqamiz. Hozir agar sizlarda "Voy, nima ekan bu dispetcher proyektdan tushunmay qolyapman" deyotgan bo'lsanglar, bu tabiiy, loyiha qilish jarayonida tushuniladi. Hop, endi qaranglar. Bu свойства oynasi o'zi nima? Свойства oynasini tushunish uchun biz nimadir chizib olishimiz kerak. Misol uchun mana vid bu ko'rinishlari. Misol uchun tepadan ko'rinish, yondan ko'rinish. Biz misol uchun plan etajiga qilsak, biz bironta qavatimizni qarab olamiz. Misol uchun bizga hozir birinchi qavat kerak, to'g'rimi? Birinchi qavat kerak. Birinchi qavatga o'tsam, mana bu joyda mana bu setka bor. Xo'p, setka bu nima degani? Setka bu aytaylik bizni eng markaziy e, joyimiz. Misol uchun bu sizlarga aytgandaqa cheksiz. Bu qayerdadir markaz deb olib olish kerak. Shuning uchun markaz deb bu ya'ni shartli ravishda markaz qilingan. Hop, endi qaranglar. Bu joyga biz nimadir chizib olishimiz kerak. Hop, mana bu yerda sizlarga aytganimdek, bugun sizlar bilan eng ko'p ishlatiladigan bo'limlarni ko'rib chiqardik, to'g'rimi? Hop, biz eng ko'p ishlatiladigan bo'limlardan bittasi bu albatta arxitektura bo'limi. Shu joydan biz devor, oyna, eshik, pol patologlarni chizamiz. Kelinglar, birinchi marta devorimizni chizib ko'raylik. Devor chizish uchun mana bu stenani ustiga yozamanda. Keyin mana bu chap tomonda bizda devorlarni turlari paydo bo'ladi. Hop, devorlar turlaridan aytaylik hozir
380li devor olamiz. Mana kirpich qurib, hop qaranglar. Endi chizib ketish uchun mana bu tepada, endi chizib ketish uchun mana bu tepada har xil variantlar bor. Mana bu oddiy liniya, mana bu to'rtburchak, mana bu beshburchak. Oddiy to'rtburchakni olib turib, bundoq chizamiz doskalar bilan. Hop chizdik. Hozir shundoq chizib turaylik. Hop endi men esket qilsam, eski ezsam, bu komanda bekor bo'ladi. Agar ezmasam yana chizib ketaveradi. Ko'rdinglarmi? Mana yana chizib ketyapti. Hop endi mana chizib oldik. Hop endi 3D holatda qanaqa ko'ramiz? Revitda 3D ham ko'rinadi-yu, 3D demoqchi bo'lsanglar, mana bu joyda mana hop uychani ustiga bosamiz 3D vidga. Agar sizlarda bu 3D vid mana bu joyda bo'lsa, hozir mana bu joyda bo'lsa, mana bu strelkani ezib turib, показать под лентой qilsanglar, lenta ostida ko'rsatish degan tugmani essanglar, pastga olib kelaveradi. Hop mana chizganlarimiz 3D vidda ko'rib turibmiz. Hop mishkani oldiga orqaga qilsam, katta-kichik bo'ladi. Mana bu joydan aylantirsam bo'ladi yoki shiftni ezib turib aylantirsam bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek shunaqa. Hop endi buni ushlab turib, delete qilib o'chirib yuboramiz. Bizga hozircha mana shu yetadi. Hop endi devor chizib olishimdan maqsad sizlarga svoystvani tushuntirish. Hop, svoystva o'zi nima degani? Svoystva u xususiyat degani. Nimani xususiyatini ko'rsatadi qaranglar. Hop yana prezentatsiyamizga kirib olamiz. Prezentatsiyaga kirganimizdan keyin qarang mana. Xususiyatlar oynasi xususiyatlar ko'rsatadi. Misol uchun, bitta shokolad xususiyatlarini ko'rsatgan. Misol uchun, shokolad energiya beradi, boshqa qiladi. Xuddi shunaqa bizda foydasini ko'rsatmaydi-yu, lekin xususiyatini ko'rsatadi. Qarab turing. Misol uchun, biz tanlagan narsamizni xususiyatini shu svoystva oynasida ko'rinadi. Misol uchun, devorni tanlayman. Devor tanlasam, hop bu yerda aytyaptiki, liniya привязкini bu keyin devor chizishayotganda ko'rib chiqamiz. Зависимость снизу mana bu devoring sanda birinchi etajga tagi bog'lanib turibdi deyapti. Ya'ni xususiyatini aytyapti, nima bo'layotganini. Hop, смещение снизу ya'ni birinchi etajga bog'lanib turibdi. Hozir misol uchun sizlar bilan bitta mana bu razrezni ezib turib, bundoq qilib turib, sizlar razrezni ko'rib olaylik. Eskiz qilaman yana. 2 marta essam shu joyga razrez mana bu joyga 2 marta essam hop ko'rinadi mana. Chiqimda mana ko'rganinglardek mana devorni ushlayapman haliyam mana. Bu bilan mana razrez ushlayotgan devorim bitta. Ya'ni bu tepadan ko'rinishi bu qirqim, ya'ni shu joydan qirqib turib, shu joydan qirqib, mana bu tomonni olib tashlayapmiz-da, to'g'ridan qarayapmiz. Endi qirqimni tushunasizlar albatta. Hop, qarab turib ushlayapman devorni. Ushlasam, mana bu joyda mana hop birinchi qavatga bog'lanib turibdi va birinchi qavatdan pastga surilmagan, ya'ni birinchi qavatda 0 tekis turibdi deyapti. Hop. Зависимость sverxu tepasi hech qayerga bog'lanmagan 3 metr balandda turibdi deyapti. Qarang, hech qayerga bog'lamabmiz devorni. Endi devor birinchi qavat bilan ikkinchi qavat orasida tekis tursin desangiz qanaqa qilasiz? Hop, birinchi etajdan bundoq tanlashingiz mumkin. Yoki mana bu razrezda ham ushlab turib o'ng tomonga tortishimiz mumkin. Ushlab turib, mana bu ulanmaganda biz nima qilamiz? Ushlab turib, na уровня второго этажа qilsak, ikkinchi qavat уровеньgacha qilib turib o'zi ko'tarib qo'yadi. Tushundinglarmi mana? Desam endi bu devorni o'zini xususiyatlarini aytyapti. Hop, birinchi qavatga bog'lanib turibdi, tepasi ikkinchi qavatga bog'lanib turibdi. Tepaga siljimagan. Hop, mana shunga o'xshagan ko'proq xususiyatlarni ko'rsatib turibdi. Hop, endi pastdagi narsalar nimani anglatishini keyinroq ko'rib chiqamiz. Hozir boshlang'ich уровеньdaligimiz uchun bular sizlarga sal qiyinlik tushunarsiz bo'ladi. Lekin mana bu yerda razmerda длинасini ko'rsatyapti. Hop, 15 metr chizib olibmiz. Ploshchadini, объемini ko'rsatyapti. Hop, endi qaranglar. Mana bu joyda начальный vid kerak emas edi. Mana ko'rib turganinglardek, qaysi ko'rinishni ochsak, mana bizda bitta 3D vid bor mana shu 3D viddan har xil ko'rinishga proyeksiya qilib beradi. Ya'ni misol uchun 3D vidni planga ham, razrezga ham ko'rsatib beradi. Hop, qarang mana bizda birinchi plan ochilib turibdi, 3D vid ochilib turibdi, razrez ochilib turibdi. Hop, endi qarang. Bizga faqat birinchi etaj kerak. Atrofga oynalar kerak bo'lmasa, mana bu joyda zakrit neaktivniy vidi, ya'ni aktiv bo'lmagan ko'rinishlar yopish degan tugma bor. Desak, qolgan ko'rinishlar yopilib ketadi. Hop, biz yana eng ko'p ishlatiladigan sizlar bilan eng ko'p ishlatiladigan oynalarni ko'rib chiqmoqchi edik. Shuning uchun aytib o'taman. Arxitektura bo'limini aytdim, konstruksiyada ham ishlatamiz. Hop, stil, сборный elementli sistemalar unchalik ko'p ishlatilmaydi. Ishlatiladigan o'rinda sistema ishlatamiz, buni keyinroq ko'rib chiqamiz. Hop, service bo'limi ko'p ishlatiladi. Bu o'zi alohida darslik bo'lishi kerak, chunki bu joyda har xil o'zini nyuanslari bor.
ya'ni nozik nuqtalari bor. Keyin ko'ramiz. Annotatsiya bo'limini ishlatamiz. Ya'ni arxitektura, vstavить, annotatsiya ko'p foydalaniladi. Analiz, forma-yen bilan judayam analiz deyarli foydalanmaganman. Forma-yen bilan o'rni keladi, uni ham ko'rsataman. Hop, bu совместная работа ham hozir kerak emas bizga. Hop, vid bo'limidan foydalanamiz. Управлениyadan foydalanamiz. Qolgani deyarli foydalanilmaydi. Ya'ni kelasi 1, 2, 3, 4 asosiy. Asosan 5 tadan foydalanamiz ekan, bo'ldi. Shunaqa unaqa qiyin emas. Asosiy shu 5 ta bo'limni sizlar bilan ko'rib chiqib, loyihamizni 1-2 darsdan keyin boshlavoramiz. Uzoq cho'zdirmaymiz, chunki loyiha davomida amaliyotda o'rganganinglar ancha foydaliroq va esda qolarliroq bo'ladi. Menimcha bugun tushundinglar. Dispetcher proyektda bu xarita va Revitimiz ichida nimalar bo'lsa, ko'rinishlar, semeystivalar hamma yo'q o'sha yerda turadi. Topib olish uchun oson. Svойства bo'lsa, biz ushlagan narsani xususiyatini ko'rsatadi. Mana hech narsani ushlamasak, bizda mana bu vid turibdi mana birinchidan shuni xususiyatini ko'rsatyapti mana. Masshtabi 1:100 turibdi deyapti. Hop, bularni keyin ko'rib chiqamiz. Mana shu vidni xususiyatini ko'rsatyapti. Hech narsa ushlamaganimiz uchun. Ushlasak, ushlagan narsani svойствосini ko'rsatadi. Bugunga shular. Darslik tushunarli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Darsliklarda bardavom bo'linglar. Inshaalloh keyingi darslarda ko'rishamiz.